Assalomu alaykum qadrdonlar, hormanglar. Toshkent parranda, Namangan parranda qadrdonlarimiz mana Qo'qonga, Xonda uyga tarix obidalarimizni ko'rsatgani Shuhrat akam ham shu yerdalar, qadrdonim. O'zim ikkinchim. Ketyapti. Kamina o'zimman. Ikromjonman. Mana Qo'qonimiz. Juda go'zal, juda pokiza bizning Qo'qonimiz. Kelaverasizlar mehmonga. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum qadrdonlar, hormanglar. Hop, Lasotda vaksinasini berish jarayonini ko'rsatganman. Mana Gambora ham ketdi. Gambora vaksinasi dominantlarga mana qilinyapti. 2000 ta jo'ja uchun 4000 ta jo'ja uchun bo'ladigan vaksina 2 barobar qilib chiqizib yuborilyapti. Bu yerdagilar hammasi zakaz bo'lgan. Sherigimizga, bitta shogirdimizga ham 1700 ta 1800 ta olib kelib berganman. Undan shu 1000 ta oshiqcha bo'sh o'rin bor. Qizilidan ko'proq akalar. Bu yerdagilar hammasi bo'lgan, qizil reytidan bor, mana undan bor. Mana shu qizilidan 1000 ta oshiq bor. Telefon nomerimiz 90lik 293 89 49. Aloqaga chiqaverasizlar. Video boshlashdan oldin akam, Shuhrat akam, qadrdonimiz, G'anishir aka, Kamina Ikromjon Qashqadaryoga yetib keldik. Alohida Visokidan tepa qo'yilyapti. To'yxona uchun buni mahallaga ham beriladi. Mana mahalla, buni mahalla. Bu yerda jo'jaxona bor, uni alohida video qilamiz. Jo'jaxona bor to'g'rida. Mana to'yxona. Bu yerda turgan yemxona. Mana o'si 50 mingtalik to'yxona. 50 mingtalik to'yxona. Kirish qismiga kirib kelyapman. Mana ko'rib turganlaringiz bu gofra. Bu gofra bu uzunligi to'yxonaga yetmaydi. Mana yonboshida ham bor. To'yxonaning uzunligi 101 metr. Tovuq soni sig'adigan darajasi 50 mingta. Mana to'yxona 5 etajlik. 1 2 3 4 5 etajlik. Qo'qonda ustalari tomini qilgan kelib. O'zimiz Qashqadaryoda turibmiz. Qo'qonda bo'ydisidan kelishgan ustalar qilishgan. To'yxona. To'yxona loyihasi qancha xarajat bo'lgan, qancha potrebность bor tuxumga, o'sha jarayondagi sxema. tuxum keladigan lentasi.
Tovuqxonani miyasi. Tovuqxonada jami o'li 26 ta ventilyator bor. Eng oxirida 12 ta, qolgani devorda. Mana devorda bu yonboshi ham gofra. Bu yangi bu. Faqat turgan narsani olib yig'ilgan. Chang bo'lib yotibdi. Tagida lentasi eskirib ketgan. Mana lentasini axlatib yuradigan lentani yangi qo'yilgan. Bu devordagi ventilyatorlar 380 ga ishlaydi. Bunaqadan devorda ham 12 ta. Xullas kalom shu. Ketsam ketaveraman ekan oxirigacha. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar.